Hozir sizlarga haqiqiy Samarqand guruch qanaqa tayyorlanishini ko'rsataman. Bismillah. Boshladik Allohning yuzimizni yorug' bashara bilan. Allohu akbar. Mana bizning zig'irochimizdan ham yog' solib qizdirib olganimizdan keyin suylarni solib mana bunaqa qilib qizartirib olamiz-da, mazza berish uchun. Osh mazali chiqadi-da. Bismillah. Piyoz solamiz. Endi go'sht solamiz o'tam. Bismillah. Go'shtimiz ozgina qizarib oldi. Endi suv solib 1 soat qaynatib qo'yamiz. Mana go'shtimizni qaynatib oldik. Endi navbat sabziga. Bismillah. Sabzimizga ozgina suv qo'yamiz. Sabzimizni so'raylik. 45 minutdan keyin guruchga navbat qila olamiz. Guruch solamiz. Oshimiz ham tayyor bo'ldi. Sekin ochib olamiz. Ramsaga mana oshimiz ham tayyor bo'ldi, xohlasa. Guruchlarni qarang, dirkalab turishini. Go'shtlarimiz ham yumshoq bo'lishgan.